Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Aviatsiya jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz hujayra shikastlanishi haqida bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, biz bundan oldingi darslarda hujayra, uning tuzilishi emas, hujayrada normada kechadigan jarayonlar ni o'rgandik. Keyin unga ta'sir qiluvchi patogen faktor, ya'ni etiologiyani o'rgandik. Keyin mana shu patogen faktor ta'sirida yuzaga keladigan patogen jarayonlarni o'rgandik, ya'ni patogenezni o'rgandik. Patogenezdan keyin mana shu patogen ta'siriga qarshi himoya adaptatsiya, ya'ni adaptatsiyalarni o'rgandik. Endi hujayra shikastlanishiga navbat. Mana bu yerda bir-biriga bog'lab aytib o'tib ketaman. O'rtoqlar, hujayra turibdi normal hujayra. Unda gomeostaz normada turibdi. Endi unga biz yuklama berdik, ya'ni patogen faktor. Yuklama past yoki yuqori bo'lishi mumkin. Bu yuklamamiz patologik yoki fiziologik bo'ladi. Endi aynan mana shu yuklama berildi. Yuklamaga javoban hujayra u yuklamani yengishga qaratib adaptatsiya bo'ladi, ya'ni yuklamaga moslashadi. Adaptatsiyalar haqida gaplashdik. Barchasi haqida: gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya va hokazo. Adaptatsiya bo'ldi. Endi yuklama mana shu adaptatsiyadan ustun kelsa, yuklama kuchli bo'lsa, bizda nima bo'ladi? Hujayrani shikastlab qo'yar ekan. Hujayrani shikastlagandan keyin hujayrada himoya kompensator mexanizmlari ishga tushadi. Mana shu shikastlovchi yuklamani yengishga qaratilgan himoya kompensator mexanizmlari ishga tushib, shu yuklamani patogen faktorni yo'q qilishga harakat qiladi. Agar yo'q qilsa, bu hujayra shikastlanishi qaytar bo'ladi. Agar yuklama kuchli bo'ladigan bo'lsa, qaytmasga uchraydi. Hujayra endi o'limi kuzatiladi, nekroz yoki apoptoz yo'li bilan. Demak, o'rtoqlar, bir-biriga bog'lab shunday bo'ladi. Endi davom etamiz. Mavzuyimiz rejasi. Birinchi navbatda ko'rib chiqamiz, o'rtoqlar. Bugun va erta 2 qismga yoki 3 qismga bo'lib o'rganamiz, chunki hujayra shikastlanishi juda ham katta mavzu. Birozdan so'ng o'zingiz ko'rib olasiz ichiga kirganda. Hujayra shikastlanishi, unga olib keluvchi omillar, tasnifi, hujayraning shikastlanish belgilari, hujayra shikastlanishining molekulyar mexanizmlari: erka radikalli, kalsiyli, elektroosmotik, oksidatik, oqsilli, nukleilli. Bu yerda eng muhimi qolib ketibdi gipoksiya. Gipoksiya ham hujayrani shikastlashga juda ham moyil, tez shikastlaydi. Hujayra shikastlanishida hujayra membranasi va organoidlarining o'zgarishi. Hujayra o'limi. Shikastlangan hujayralarning himoya kompensator mexanizmlari, shikastlangan hujayralarni davolash. Xuddi mana shunday, o'rtoqlar, bir necha dars orqali mana shu rejadagi ma'lumotlarga barchasiga ega bo'lasiz. Demak, boshladik. Hujayra shikastlanishi va tasnif. Hujayra shikastlanishi nima? Tipik patologik jarayon. Demak, tipik patologik jarayon nima edi? Kelib chiqish faktoridan, rivojlanish joyidan qat'iy nazar barchada bir xil ketadigan patologik jarayon. U hamma organizmda bir xil kechadi. Ma'lum bir populyatsiya, ya'ni ma'lum bir hududlar qilgan insonlarda bir xil bo'ladi. Masalan, isitma, yallig'lanish qaysi organda, qaysi hujayrada, qaysi patogen faktordan kelib chiqishidan qat'iy nazar, masalan, mexanik omil, kesilish, bakteriyalar ta'sirida yallig'lanishmi, barchasi bir xil kechadi, o'rtoqlar. Shu tipik patologik jarayon edi. Demak, hujayra shikastlanishi ham tipik patologik jarayon ekan. Hujayra ichi gomeostazini buzilishi shikastlovchi omilning hujayraga uzoq muddat ta'siri oqibatida hujayra adaptatsion gomeostatik mexanizmlardan ustun kelishi ekan. Demak, yuqorida aytib o'tdim, adaptatsiya bo'ladi. Agar adaptatsiyani
yengib o'tsa, hujayra shikastlanishiga olib kelishi mumkin ekan. Demak, shikastlovchi omil, ya'ni yuklama hujayraning struktur butunligi va funksional xususiyatlarini buzilishiga olib kelar ekan. Hujayra shikastlanishi. Demak, ta'rif bilan tanishib o'tdik. Xo'p, endi tasnif. Hujayra shikastlanishi tasnifi. Xo'p, birinchisi, hujayra shikastlanish tezligi va namoyon bo'lishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: o'tkir hamda surunkali. Intensivligi yuqori shikastlovchi omilga javoban o'tkir hujayra shikastlanishi bo'ladi, ya'ni patogen faktor, ya'ni yuklama juda ham kuchli bo'ladi. Shikastlovchi omilimiz juda ham kuchli. Unga nisbatan o'tkir hujayra shikastlanishi rivojlanadi. Surunkali intensivligi sust shikastlovchi omilga javoban kelib chiqar ekan. Ikkinchisi, hujayra ichi gamestazini buzilish darajasiga qarab, aynan mana shu hujayra ichi gamestazini buzilishiga qarab o'rtoqlar qaytar yoki qaytmas bo'ladi. Qaytarda membran, ya'ni plazmatik membrana, mitoxondrial membrana, lizosomal membranalar shikastlanmaydi. Qaytmasda membrana shikastlanadi. Yuqorida aytib o'tgan mana bu membranalar shikastlanadi, hujayra o'limi kuzatiladi ekan demak. Bular haqida qaytar qaytmas hujayra shikastlanishini batafsil gaplashamiz. Shunchaki bu nima ekan? Hujayra gamestazini buzilish darajasiga qarab ekan. Shikastlovchi omilni ta'siriga qarab mitotik hamda interfaza bo'lar ekan. Bu yerda to'rtinchisi, patogenik mexanizmiga ko'ra sitopatik hamda majburiy hujayra shikastlanishlariga bo'lishimiz mumkin ekan. Aynan mana bu yerda qaytar hamda qaytmas shikastlanish haqida gaplashib o'tamiz. Demak, o'rtoqlar, birinchi qaytar shikastlanish har bir narsani yoki ilmni kalit belgisi bo'ladi. Masalan, mashinani yurg'izishni kalit belgisi bo'lgandek, buni ham kalit belgisi bor. Qaytar shikastlanishni kalit belgisi bizda hujayra shishi. Hujayra shishib ketadi. Ko'ryapsiz, hujayra shishyaptimi? Bu yerda albatta hujayra shikastlanishi ro'y beryapti. Endi qanday amalga oshadi mana shu shish? O'rtoqlik, gipoksiya misolida ko'rsataman. Gipoksiya bo'lganda organizm, bilamiz, kislorod yetishmaydi. Kislorodning yetishmasligi gipoksiya turlari bor. Endi turlarini aytish shart emas, shunchaki kislorod yetishmayapti organizmda. Endi nima bo'ladi? Organizmda kislorod yetishmagandan keyin birinchi navbatda juda ham ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Eng muhimi, mitoxondriyaga ta'sir ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni mitoxondriyada aerob, ya'ni kislorodli energiya, ya'ni ATF hosil bo'lishini bloklab qo'yadi. Biz bilamiz, mitoxondriyada komplekslarimiz bor edi. Biokimyo kurslarimizda batafsil tanishganmiz, gaplashib o'tganmiz. Aynan 4-kompleksdan keyin kislorod elektron qabul qilib, u yerda suv hosil qilib, turli xil jarayonlar bo'lish kerak edi. Lekin o'rtoqlar, bizda kislorod yetishmayaptimi? Aynan mana shu jarayon buziladida ATF hosil bo'lmay qo'yadi. Kislorod yetishmayapti chunki. ATF hosil bo'lmagandan keyin hujayrada qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Endi shu haqida gaplashamiz. Kislorod yetishmagandan keyin bilamiz, ATF ham yetishmaydi o'z-o'zidan. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Natijada hujayradagi kanallar, ATFga bog'liq kanallar, ya'ni kalsiy ATFaza butkul to'xtaydi. Natriy kaliy ATFaza ham butkul to'xtab qoladi ekan demak. Natijada nima bo'ladi? Bizda endi natriy kaliy ATFaza, kalsiy ATFaza ishlamay qo'ygandan keyin hujayra shishiga sabab bo'ladi. Mana bu kalsiy nima qiladi? Kalsiyni juda ham ko'plab funksiyalari bor. Bu hujayra ichida ortib ketadigan bo'lsa, hujayra ichidagi maxsus oqsillarni, ya'ni proteinlarni aktivlab yuboradi, membranadan tashqariga chiqarib yuboradi, ya'ni hujayradan. Endi natriy kaliy ATFazachi. Bilamiz, natriy
o'ziga suvni biriktirib olish xususiyatiga ega. Shuning uchun endi natriy kaliy ATFaza ishlamayaptimi? O'zi natriy kaliy ATFazani ishlash mexanizmi qanday edi? Natriy hujayra ichida kam bo'ladi o'zi. Normada hujayra ichida kam. Endi natriy kaliy ATFaza qanday ishlardi? 3 ta natriyni hujayradan chiqarish, 2 ta kaliyni ichkariga olib kirish. Endi mana shu bloklangandan keyin natriylar o'z-o'zidan tashqariga hujayra membranasiga chiqib ketmayapti. Chiqib ketmagandan keyin nima bo'ladi o'rtoqlar? Hujayra ichida natriy ortadi. Bu natriy osmotik aktiv modda deganmiz. O'z-o'zidan o'ziga suvni biriktiradi. Natijada hujayra shishiga sabab bo'lar ekan demak. O'rtoqlar, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi yana bir muhim sitoplazma shishi. Sitoplazma shishiga mikrovarsinkalarning yo'qolishi bo'ladi. Undan tashqari bledding, ya'ni bo'rtish. Aynan hujayra membranasidagi mikrovarsinkalar yo'qolishi, undan tashqari mana bu membranadagi maxsus sitoskeletlar, ya'ni membranaga mustahkamlik berib turadigan sitoskeletlar faoliyati buziladi. Hujayra membranasida mana bunday bo'rtishlar kuzatiladi. O'rtoqlar, mana bu qismini olib tashlanadi. Mana shunaqa bo'rtiqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu tarafda ham xuddi shunaqa, aynan mana shu bledding deb ataladi. Shish natijasida kelib chiqadi. Bu ham donador endoplazmatik to'r shishi. Nima bo'ladi unda? Ribosoma ajratgan oqsil sintezi pastlab ketadi. Buni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Mana bu yerda hozir gaplashib o'tamiz. Qanday bo'lishini bilamiz. Donador endoplazmatik to'r, mana shuni olsak, donador deb atalishiga sabab bor. Chunki uni atrofida, mana yonida ribosomalar joylashgan. O'rtoqlar, ribosomalar xuddi shu shaklda joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda kattalashtirib chizib beraman. Mana ribosomalar normada mana shunday joylashgan edi. Ko'ryapsiz? Endi nima bo'ladi? Aynan mana shu donador endoplazmatik to'r shishida ribosomalarning funksiyasi nima edi? Birinchi navbatda shu haqida gaplashamiz. Bu ribosomalar maxsus oqsillar sintezlab berar edi. Endi mana shu donador endoplazmatik to'r shishganda, mana bu ribosomalarimiz donador endoplazmatik to'rni atrofida mana bu holatda uzoqlashib tarqab ketadi membrana ichiga. Ribosomalar. Ko'ryapsiz? O'zi aslida yopishib yaqin turish kerak edi. Mana shu holatda uzoqlashib ketdi. Endi bu o'z navbatida oqsil sinteziga, ya'ni ribosomalardan ajralib chiqadigan maxsus oqsillar sinteziga ta'sir ko'rsatib qo'yadi-da, oqsil sintezini kamaytirib yuboradi. Bu ham shu donador endoplazmatik to'r shishiga sabab bo'lar ekan demak. Mitoxondrial shish kuzatiladi. Mitoxondrial shishi, lipid to'planishi, yadrodagi o'zgarishlar, F hujayra yo'qolishi miokardda bo'lar ekan demak. O'rtoqlar, bu qaytar shikastlanish edi. Aynan mana shu qaytar shikastlanish bo'ladi. Kalit belgisi hujayra shishi. Hujayra shishiga sabablarini gaplashib o'tdik. Gipoksiya misolida tushuntirib berdim. Endi qaytmas shikastlanish haqida gaplashamiz. Kalit belgisi membrananing shikastlanishi. Qanday bo'ladi? Kalsiy kalit rolini o'ynaydi bu yerda ham. Hop. Kalsiy ATFaza bloklanadi. Kalsiy o'z-o'zidan hujayra ichida ortib ketadi. Natijada ferment faolligi ortadi. Bilamiz, aytdim, proteinlarni, fermentlarni kalsiy hujayra ichida ortib ketsa, ularni aktivlab yuboradi dedim. Endi o'rtoqlar, mana bu yerda hujayra deydigan bo'lsak, kattaroq chizsak, bizdan nima ketadi? Kattaroq chizaylik, bemalol ko'rib, tushunib olamiz. Ko'ryapsiz? Mana bu hujayra deydigan bo'lsak, ichida kalsiy ortdi. Endi nima bo'ladi? Kalsiy ATFaza ishlamayapti. Kalsiy demak hujayradan tashqariga chiqib ketmayapti, kiryapti.
lekin chiqib keta olmayapti. Endi nima bo'ladi? Kalsiy hujayra ichida ortsa, u juda ham ko'plab jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, fosfolipazalarni aktivlab yuboradi. Fosfolipaza aktivlansa, membrana shikastlanishi kuzatiladi o'rtoqlar. Fosfolipaza A2 shular aktivlanib ketadi, ular membranani shikastlab qo'yadi. Undan tashqari proteazalar kalpain sitosikletni ham aktivlab qo'yadi. Bu undan tashqari endonukleazalarni shu aktivlaydida yadrodagi o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Hujayra ichida kalsiy ortishi. ATF aza, ya'ni ATF yetishmayapti. Kaspazalar aktivlanib ketadida apoptozga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Demak, kalit bel bu yerda hujayra qaytmas shikastlanishga uchraydi. Apoptozni kaspazalarni aktivlab yuborar ekan demak. Demak, o'rtoqlar, fosfolipazalar bilamiz, fosfolipiddan fosfolipaza A2 ta'sirida arachidon kislota hosil bo'ladi. Bu arachidon kislotadan endi sok hamda log yo'li bor, ya'ni siklooksiginaza, lipooksiginaza, prostaglandinlar, bradikinin shular sintezlanib ketadi. Aynan o'rtoqlar, mana shuni aktivlab yuboradi. Hujayrani shikastlab, u yerda yallig'lanish, shunaqa jarayonlarni keltirib qo'yadi. Kalpain sitosikletichi, u o'rtoqlar, mana bu hujayra membranasi sitosikletiga ta'sir ko'rsatadi. Hujayrani doimiy shaklini o'zgartirib yuboradi. Natijada membrana shikastlangandan keyin bilamiz, yallig'lanishda boyagi yallig'lanish mediatorlari prostaglandin, hozir sanab o'tdim, barchasi bular nima qiladi? Hujayra membranasini teshib qo'yadi. Poralar ochib qo'yadi. Endi pora ochilgandan keyin hujayra ichidagi protein, oqsil, ya'ni suvlar endi bo'shliqqa chiqadi. Bo'shliqqa chiqqandan keyin o'z-o'zidan bu yerda hujayra membranasi butunligi buzildi, yadroda o'zgarishlar ketdi. Endi nima bo'ladi? Endi bu hujayrada apoptoz rivojlanib ketishi mumkin, kaspazalar aktivlanishi natijasida. Bu haqida, apoptoz haqida batafsil gaplashib chiqamiz keyingi darslarimizda. Demak, qaytmas shikastlanish haqida edi bu. O'rtoqlar, qaytar hamda qaytmas shikastlanish tushunarli bo'ldi. Xo'p, organellalar shikastlanishi, masalan, plazmatik membrana shikastlanishi, hujayra fermentlari plazmaga, masalan, troponin chiqib ketadi. Hujayra fermentlari plazmatik membrana shikastlanganda plazmaga chiqib ketib, troponin, masalan, yurak muskullarida bo'ladi bu jarayon ko'pincha. Yurak muskul hujayralari shikastlanganda plazmaga, ya'ni qonga troponin chiqib ketib qolishi mumkin. Kalsiy hujayra ichiga kirishi yanada jadallashib ketadi. Membrana shikastlanganda o'z-o'zidan membranada ochilgan poralar ichiga yana kalsiylar kirib, ichkaridagi jarayonni kuchaytirishi mumkin. O'zi kalsiy hujayra ichida ko'p edi, yana kiryapti. Boyagi yuqorida aytgan jarayonlar kuchayib ketyapti, shikastlanishga sabab bo'ladi. Mitoxondrial membrana shikastlanishi, ETZ, ya'ni elektron transport zanjiri yo'qolishi, ATF kamayishi kuzatilar ekan demak. Biokimyo kurslarimizdan elektron transport zanjirini ko'p gaplashib chiqqanmiz. Mitoxondrial, ya'ni mitoxondriyada amalga oshadigan jarayon edi u. Sitoxrom S, ya'ni sitozolga chiqib ketishi mumkin, apoptoz aktivlab yuboriladi. Bilamiz, sitoxrom S funksiyasi nima edi? Elektron transport zanjirida o'rtadagi elektronlarni kompleksdan kompleksga o'tishini ta'minlab berar edi. Bitta kompleksdan ikkinchisiga to'g'ridan-to'g'ri elektron o'tmasdi-da, mana shunga elektron berib, bu esa keyin kompleksga o'tkazar edi. Endi aynan mana shu sitoxrom S membrana zararlanganda, mitoxondrial membrana zararlansa, sitoplazmaga chiqadi. Plazmatik membrana ham zararlanyapti. Endi u qayerga chiqadi? Plazmaga.
Chiqib turib, sitozolga chiqib turib o'rtoqlar, kechirasiz, mitokondriya zararlanganda plazmatik membrana, ya'ni sitozolga chiqadida, sitoplazmaga chiqib, unda hujayrani apoptozni stimullab yuboradi. Apoptoz yuzaga kelishi mumkin. Bunda apoptoz mavzusida batafsil gaplashamiz. Bu ham juda ham qiziq mexanizmlar ketadi u yerda. Hop, uchinchisi lizosomal membrana shikastlanishi. Ferment sitozolga chiqishi va intrasellyulyar kalsiy orqali avtoliz bo'lib ketishi ekan demak. Ya'ni shunchaki lizisga uchrab ketishi. Qaytmas shikastlanish natijasida hujayra o'limi, nekroz hamda apoptoz kelib chiqar ekan. Ular haqida ham batafsil gaplashamiz. Hujayrani shikastlovchi omillar endi. Shular haqida gaplashsak, omillar bevosita, ya'ni birlamchi bo'lishi mumkin. Fizik, kimyoviy, biologik. Masalan, hujayrani nimalar shikastlaydi? Bevosita. Mexanik shikastlanish turli xil mexanik ta'sirlar natijasida hujayramiz masalan kesilish, uzilish, shunaqa jarayonlarda, mexanik ta'sirlarda hujayra shikastlanishi mumkin ekan demak. Yuqori va past harorat. Bilamiz, haroratning tushib ketishi ham hujayrada turli xil o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni temperaturaning pastlashi ham juda ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi yuqori harorat masalan isitma, undan tashqari gipertermiyada bo'ladigan jarayonlarni bilamiz o'rtoqlar. Bu ham hujayrani shikastlab qo'yadi. Ion nurlari, albatta ion nurlari ham hujayrani shikastlashi mumkin. Osmotik bosim ham xuddi shunday. Kimyoviy, masalan, kimyoviy shikastlovchi omillar kislota bo'lishi mumkin. Ishqor, turli xil fermentlar, og'ir metall tuzlari, ko'rg'oshin, simob, oltin, shunaqa og'ir metall tuzlari zararlashi mumkin. Turli metabolizm mahsulotlari, dori-darmonlar ham kimyoviy omilga misol bo'lar ekan demak. Biologik. Bilamiz, virus, zamburug', bakteriya, sodda hayvonlar. Eng ko'pi mana shundan hujayra zararlanishi mumkin, hujayra shikastlanadi. Aynan eng ko'p keltirib chiqaruvchi omillardan biri bu biologik omil ekan demak. Bu bevosita ta'sir ko'rsatar edi yuqorida ko'rganlarimiz. Endi bilvosita ikkilamchi ta'sir ko'rsatadi. Qanday? Bevosita ta'sirlar hisobiga kelib chiqqan holatda. Masalan, ularga misol qilib gipoksiya, atsidoz, alkaloz, giperosmiya, gipoosmiya, gipoglikemiya holatlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bular o'z navbatida mana shu bevosita ta'sirdan keyin kelib chiqar ekan. Hujayraga masalan bakteriya ta'sir qilib uni shikastlab qo'ydi. Yuqorida mana bu bevosita, ya'ni birlamchi omil. Hujayraga bakteriya tushdi, o'zidagi antigenni berdi. Hujayrada makrofaglar kurashdi, immun tizimi ishga tushdida, unda o'z-o'zidan shu yallig'lanish ketdi. U yerda o'z-o'zidan nima bo'ladi? U yerda hujayralar o'ladi, turli xil o'zgarishlarga sabab bo'lib, u gipoksiya, atsidoz mana bu holatlardan birini keltirib chiqaradi-da, hujayra shikastlanishiga yana sabab bo'lishi mumkin ekan demak. Hop, o'rtoqlar, hujayra shikastlanishi, endi metaplaziya haqida gaplashib chiqamiz. Birinchisi strukturaviy sitogistologik tuzilishi o'zgaradi. Ya'ni gistologik usul yoki elektron mikroskopda aniqlanadi. Buni patologik anatomiya o'rganar ekan demak. Hozir o'rtoqlar. Metaplaziya. Davom etamiz. Funksional elektrofiziologik jarayonlar buzilishi, qo'zg'aluvchanlik va o'tkazuvchanlik buzilishi yuzaga keladi. Parabioz rivojlanadi o'rtoqlar. Parabioz rivojlanar ekan, hujayra bo'linishi va hujayralar aro ta'sirlar buzilishi yuzaga
keladi ekan demak. Metaplaziyada nerv va gumoral regulyatsiyaning o'zgarishi yuzaga kelishi mumkin ekan demak. Hop. Termodinamik o'zgarishlar. Bu yerda o'rtoqlar, mana bu hayron bo'ldim, metaplaziyaga chalg'imaymiz. Bu shunchaki qo'shilib ketib qolgan ekan avvalgi prezentatsiya yozilmasdan. Shu hujayra shikastlanishini strukturaviy, funksional, undan tashqari termodinamik shularni ko'rib chiqyapmiz. O'zim ham hayron bo'ldim. Hozir bu adaptatsiyani bir turi edi, metaplaziya qanday aralashib qoldi deb. Strukturaviy o'zgarishi. Sitogistologik tuzilish o'zgaradi strukturaviyda, ya'ni sitogistologik tuzilishi gistologik usul yoki elektron mikroskopda aniqlanadi. Gistologik bo'ldimi, aynan mikroskopda aniqlash kerak, chunki hujayra molekulyar darajada kirib ketdi. Buni patologik anatomiya o'rganadi. Funksional elektrofiziologik jarayonlar, qo'zg'aluvchanlik, o'tkazuvchanlik buziladi, parabioz rivojlanadi ekan demak. Funksional buzilganda hujayralar bo'linishi va hujayralar aro to'siqlar buzilishi yuzaga keladi. Bu ham funksiya buzilishiga misol bo'ladi. Nerv gumoral regulyatsiyaning o'zgarishi ham kirib ketar ekan demak. Endi termodinamik. Yuqori yoki past harorat ta'sirida murakkab moddalardan oddiy moddalar hosil bo'lishi yuzaga kelishi ham uziladi. Natijada denaturatsiya yuzaga keladi, ya'ni termodinamik. Yuqori haroratda oqsillarimiz denaturatsiyaga uchrab ketadi, oqsil strukturasi butkul buzilib ketadi. Bu oxiri o'lim bilan tugallanadi. Fizik kimyoviy ta'sirlar. Hujayraviy kolloidlarning o'zgarishi. Masalan, sitoplazma va yadroning kolloid dispersligi tushib ketadi. O'rtoqlar, sitoplazma yopishqoqligi ortib ketadi, ya'ni qovushqoqligi ortib ketadi. Bu o'z navbatida ichidagi mahsulotlarni harakatini cheklab qo'yadi. Suv elektrolitlar almashinuvini buzilishi. Bungacha sitoplazmada natriy, kalsiy ko'p, kaliy esa kam, ya'ni hujayra ichida. Hujayra shishi kuzatiladi. Suv elektrolit almashinuvi buzilish natijasida vodorod ioni to'planishi atsidoz rivojlanishiga sabab bo'ladi ekan demak. Bu fizik kimyoviy o'zgarishlar edi. Endi biokimyoviy makroergik birikmalar. Keratin fosfat, ATF kamayish kuzatiladi. To'qimalarda nafas olish to'xtaydi. Oksidlanish va fosforillanish jarayonlari, ya'ni to'xtaydi. ETZ elektron transport zanjiri to'xtab qo'yilyapti. Biokimyoviy shu omillar izdan chiqishi hujayra shikastlanishida. Glikoliz kuchayib ketadi, proteoliz kuchayib ketadi, dezamillanish ham kuchayib ketadi o'rtoqlar. Bular haqida ham gaplashib chiqqanmiz. Glikoliz. Hop, glyukozani 2 molekula pirovat hosil qilishi, ya'ni parchalanishi. Proteoliz, dezamillanish, bular haqida ham ma'lumotlarga egasiz o'rtoqlar, batafsil gaplashganmiz. Davom etamiz. Hujayra shikastlanishining molekulyar mexanizmlari. O'rtoqlar, bu yerda erkin radikalli, kalsiyli, elektroosmotik, oksidatik, oqsilli va nukleinli 6 ta, bu yerda gipoksiya ham bor. Gipoksiya bilan 7 ta bo'ladi. Mana bu gipoksiyani alohida video dars shaklida tanishib chiqamiz. Mana bu erkin radikallini ham alohida gaplashib o'tamiz o'rtoqlar sizlar bilan. Demak, bugungi darsda ko'ramiz kalsiyli mexanizmni, elektroosmotik, oksidatik, oqsilli, nukleinli turlarini tanishib chiqamiz demak. Kalsiyli mexanizm bilan o'zi sizlarga tushuncha berib qo'ydim. Kalsiy sitoplazmada kalsiy ionlarining oshishi hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi. Kalsiy oshishiga sabablar. Shu kalsiy ionlari qanday shikastlanishini yuqorida gaplashib o'tdik. Endi bunga sabablarni ko'rib chiqamiz. Qaysi holatlarda hujayra ichiga kalsiyni ko'p kirishi. Giperkalsemiyada aynan mana shu jarayon kuzatiladi. Bu ham hujayra ichida kalsiy ortishiga sabab bo'ladi. Plazmatik membrananing o'tkazuvchanligi ortib ketishida ham xuddi shu jarayon kuzatilar ekan. Hujayradan kalsiyni
chiqarilmay qolib ketishi, aynan kalsiy nasoslari buzilishi, natriy kalsiy almashinuvining buzilishi, kalsiy nasosi ya'ni kalsiy atefazini buzilishi. Gipoksiya natijasida yuqorida atef yetishmayapti, atefazi ishlamayapti deb tushuntirib berdim. Mitoxondriyaning kalsiyni saqlash vazifasi buzilish hisobiga ham hujayrada kalsiy ortishi mumkin ekan demak. Bilamiz, mitoxondriyada kalsiy shu saqlab turilar edi. Aynan bu muskul hujayralarda juda ham muhim ahamiyatga ega edi o'rtoqlar. Endi bu saqlash vazifasi buzilyapti-da. Hujayrada ya'ni sitoplazmasida kalsiylar ortib ketyapti. Hujayrada kalsiy ortishi natijasida nimalar ro'y beradi? Hujayraning fibrillyar tuzilmalari, masalan, miofibrilla, sitosklet elementlari konstruksiyasi kuzatiladi. Ya'ni ular o'zgarib ketadi. Miofibrilla, sitoskletlarning funksiyasi hujayra membranasini doimiyligini saqlash edi. Endi bular o'zgarib ketdimi, hujayramiz mana bunday shakllarga kirib qolishi mumkin. Undan tashqari fosfolipaza A2 aktivlanishi. Buni funksiyasi nima edi? Membranada bilamiz, hujayra membranasi fosfolipidlardan tuzilgan edi o'rtoqlar. Aynan mana shu fosfolipidlarni nima bo'lishi? Fosfolipidlardan arxidon kislota hosil bo'lishini kuchaytirib yuboradi fosfolipaza A2miz. Bular haqida batafsil gaplashamiz yallig'lanish, isitma kabi mavzularimizda. Qisqacha aytib o'tib ketaman. Fosfolipiddan fosfolipaza A2 ta'sirida arxidon kislota hosil bo'ladi. Bu yallig'lanish mediatorlarini hosil qilib qo'yadi. Yallig'lanish mediatorlari o'z-o'zidan yallig'lanish keltirib chiqaradi. Hujayrani shu doimiyligini buzadi, membranada poralar ochib qo'yishi mumkin ekan demak. Oksidlanish, fosforillanish jarayonlari buziladi, ya'ni oksidlanishli fosforillanish substrat darajadagi fosforillanishga bo'lganmiz. Ya'ni ATF hosil bo'lishi ikki xil bo'ladi. Oksidlanishli fosforillanish, substrat darajadagi fosforillanish. Bular haqida ham biokimyo darslarimizda batafsil gaplashib o'tganmiz demak. Kalsiyga bog'liq mexanizm shundan iborat edi, tushunarli bo'ldi o'rtoqlar. Endi biz keyingisi elektroosmotik mexanizm haqida gaplashamiz. Natriy va kaliy ionlari muvozanatining buzilishi hujayrada elektroosmotik jarayonlarning buzilishiga sabab bo'lar ekan demak. Asosida ikkita mexanizm yotadi. Passiv transport buzilishi elektrik va konsentratsion gradiyent sababli yuzaga keladi. Passiv transport buzilishi konsentratsion gradiyent nima? Hujayra tashqarisi va ichkarisidagi mana shu moddalarning nisbati konsentratsion gradiyent, ya'ni farq bo'ladi. Endi ularning nisbati buzilsa, o'z-o'zidan passiv transport ham buziladi. Passiv transport konsentratsion gradiyent yoki elektrik gradiyentga muvofiq ravishda ishlardi. Ya'ni hujayrada qaysi tomonda elektrik gradiyentni oladigan bo'lsak, shu elektronlar qaysi tomonda ko'p bo'lsa, kam tomonga harakat qiladi. Passiv transportda konsentratsionda qaysi tomonda konsentratsiya ko'p bo'lsa, konsentratsiya past tomonga qarab harakat qilar edi o'rtoqlar. Aynan mana shu gradiyent buzilish sababli passiv transport ham buzilib qoladi. Natijada suv elektrolit muvozanatining buzilishi gipernatremiya, gipokalemiyaga olib kelishi mumkin ekan demak. Plazmatik membrananing baryerlik funksiyasi buziladi, ion o'tkazuvchanligi buzilishi mumkin ekan demak. Aktiv transport mexanizmlari buziladi. Natriy kaliy nasosi buziladi. Yuqorida aytib o'tdik uni funksiyasini. Sabablari: ATF yetishmasligi, membranada xolesterinning ortib ketishi aterosklerozga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan demak. Bu ham oxir oqibat. Natriy kaliy atefaza ingibitorlarini qo'llash, masalan, strafantin. Bu natriy kaliy atefazani ingiberlab qo'yadi. Mabodo shuni ham berib qo'yadigan bo'lsak, elektroosmotik mexanizm buzilishiga olib keladi-da, aktiv transport mexanizmlari buzilar ekan demak. Demak o'rtoqlar, kaliy natriy atefaza hujayra ichini
doimiy tinchlik potensialiga mos ravishda saqlab berib turish funksiyasini bajarar ekan demak. Agar mana shu muvozanat buzilsa, bizda hujayrani shikastlanishi kuzatilar ekan. Buni funksiyasi hujayra ichida natriyni kamaytirib turish, natriy kaliy antifazani funksiyasi hujayra ichida natriyni kaliyni endi ko'paytirib turish. Bunga teskari ravishda. Natijada bizda hujayra ichida agar mana shu natriy kaliy antifaza buzilsa, nimalar kelib chiqar ekan demak, gipernatremiya, ya'ni natriyni hujayra ichida ortib ketishi, gipokalemiya, ya'ni hujayra ichida kaliyni kamayib ketishiga sabab bo'lib qoladi ekan demak. O'rtoqlar, tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Natriy kaliy iollari muvozanatini buzilishi natijasida nimalar ro'y berishi mumkin? Membranada elektrik potensiallar yo'qolishi. Masalan, tinchlik potensiali, hozir aytib o'tdim. Tinchlik potensiali normada -70 ga teng bo'lishi kerak edi. Mana shu buzilib qoladi, tinchlik potensiali yo'qoladi. Bu yo'qolsa, juda ham jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Fiziologiya darslarimizdan ma'lum, tinchlik potensiali haqida gaplashganmiz sizlar bilan batafsil. Hujayra shishiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytdim, nimaga shishiydi? Hujayra ichida natriy ortib ketyapti. O'rtoqlar, mana bu yerda xato aytib qo'yibman. Natriyni orttiradi, ya'ni gipernatremiyaga, kaliyni kamaytiradi, gipokalemiyaga sabab bo'lar edi. Membrana o'tkazuvchanligini oshirib yuboriladi. O'tkazuvchanligi oshsa, turli xil fermentlar, keraksiz bo'lgan mahsulotlar hujayraga kirishi, kalsiylarning kirishi ham ortib ketadi. Natijada hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi bu ham. Bu elektroosmotik mexanizm edi. Xo'p, endi oksidatik mexanizmni ko'rib chiqamiz. Hujayra ichi oksidozi, ya'ni hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi bu. Oksidoz, alkaloz, oksidoz hujayrada kislotalilikning ortib ketishi edi. Bu ham yomon jarayon. Sabablari: hujayra tashqarisidan sitozolga vodorod iollari ko'p kirishi. Masalan, dekompensatsiyalangan gazli va gazsiz oksidozda nima bo'ladi? Anaerob glikoliz ortib, sut kislota hosil bo'lishi ham ortadi. Bilamiz, glikoliz nima edi? 1 molekula glyukozadan 2 molekula pirovat hosil bo'lishi. Pirovat deylik buni. Mana bu 1 molekula glyukoza, 2 molekula pirovat hosil bo'ldi. Endi buni ikkita yo'li bor. Biokimyodan ma'lum. Bu asetil-CoA hosil qilishi mumkin. Asetil koenzima yoki laktat hosil qilishi mumkin. Endi mana bu aerob, ya'ni kislorod bor sharoitda bo'ladi. Bu anaerob, kislorod yo'q bo'lgan sharoitda laktat hosil bo'lishi kuzatiladi. Endi o'rtoqlar, aynan mana shu oksidozda bizda turli xil jarayonlar, gipoksiya tufayli, qanaqadir o'zgarishlar tufayli kislorod yetishmasa, aerob o'chib qoladi-da, anaerob laktat hosil bo'lishi kuzatiladi pirovatdan. Natijada bu ham laktat, ya'ni sut kislotani ortib ketishiga sabab bo'ladi. Bu o'z-o'zidan laktik oksidozga sabab bo'ladi. Masalan, Krebs sikli buzilishlari hamda membrana fosfolipidlari gidrolizida bu jarayonlarni ko'rishimiz mumkin ekan demak. Bufer sistemalar yetishmasligi natijasida ham kelib chiqadi. Hujayrada vodorod iollari chiqarilishining buzilishi ham bularga sabab bo'lishi mumkin. Hujayra ichi oksidozi natijasida nimalar bo'ladi? Oqsil molekulalari konformatsiyasi buzilishi, ya'ni normada sintezlanib, ketma-ketlikda sintezlanayotgan oqsillar buzilib qoladi. Bu ham yomon o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Plazmatik membrana o'tkazuvchanligi oshib ketadi. Plazmatik membrana o'tkazuvchanligi oshsa, u juda ham ko'p jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin. Yuqorida gaplashdik. Lizosomal gidrolitik fermentlar aktivligini oshirib yuboradi. Bu fermentlar qanday jarayonlarga sabab bo'lishini ham yuqorida gaplashib o'tdik o'rtoqlar demak. Endi oqsilli mexanizm. Oqsil molekulalari o'zgarishi, ya'ni oqsillarni
molekulalar o'zgarib qolishi ham hujayra shikastlanishiga sabab bo'lar ekan demak. Hop, oqsil molekulalar o'zgarishiga sabab nima? Fermentlarning ingibirlanishi, qaytar hamda qaytmas, denaturatsiya bo'lishi, kovalent bog'lar uzilishi natijasida ikkilamchi va uchlamchi oqsil strukturalarining buzilishi denaturatsiya deyiladi. Bu ham yomon jarayonga olib kelishi mumkin. Proteoliz lizosomal proteolitik fermentlar va boshqa proteazalar ta'sirida bo'ladigan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Proteoliz natijasida faol peptidlar paydo bo'ladi. Zararlangan hujayralarning qoldiqlari chiqishi bilan organizmning mahalliy va umumiy reaksiyalari rivojlanib ketishi mumkin. Aynan oqsilli mexanizmda, masalan, yallig'lanish, isitimada xuddi shunday jarayonlar kuzatilar ekan demak. Demak, o'rtoqlar, bizda keyingisi nukleinli mexanizm ekan. Genetik apparat buzilishi, ya'ni DNK buzilishi. DNKimiz buzilishi ekan demak. Hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi. Bu apparat buzilsa nima bo'ladi, o'rtoqlar? Birinchi navbatda mana bu yerdan ozginasini kesib olishimiz kerak edi. Mana o'rtoqlar, endi bu o'zgarib qoladi. Mana bu ma'lum bir fragmenti mana shu shaklda. Mana shu DNK o'zgarishi hisoblanadi. Genetik apparat buzilyapti. Xo'p, sabablari: DNK replikatsiyasi, DNK denaturatsiyasi yuzaga keladi. DNK replikaza fermentlari zararlanishi kuzatiladi. ATF, GTF, TTF hamda STF defitsiti kelib chiqadi. Adenin trifosfat, guanin trifosfat, timidin trifosfat, sitozin trifosfatlar, ya'ni bularni replikatsiyasi, hosil bo'lishi, kiston oqsillari, bularning barchasi haqida biokimyo kurslarimizda o'rganib chiqqanmiz. Bekorga aytilmagan o'rtoqlar. Bitta ma'lumotni to'liq tushunib bir-biriga bog'lash uchun bosqichma-bosqich barchasini fundamental fanlarni o'qish kerak o'rtoqlar. Shuning uchun fiziologiya ham muhim, biokimyo, patologiya, keyin farma juda ham muhim. Biz bekorga bog'lab bir-biri bilan shunaqa tizimli tarzda o'rgatmaymiz. Xo'p, transkripsiya. Mana shu transkripsiya ham buziladi nukleinli metabolizmda. Natijada gen mutatsiyasidagi mutatsion defekt yuzaga keladi. Transkripsiyada RNK polimerazaning antibiotik va toksinlar ta'sirida ingibirlanib qolishi natijasida ham kelib chiqadi. Informatsion RNK posttranskripsion modifikatsiyasining buzilishlari hisobiga ham mana shu transkripsiya jarayoni buzilib qolar ekan demak. Bu buzilsa shu nukleinli mexanizm bo'ladi, hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi. Translyatsiya, ya'ni RNK, replikatsion RNK, transport RNK axborotidagi sifat buzilishlari va defekti. Ya'ni bu keladida, mana bu transport RNKga axborotlarni o'tkazib berish kerak edi. Aynan mana shundagi o'tkazishdagi yoki sifatidagi buzilishlar defitsiti, qanaqadir yetishmovchilik natijasida translyatsiya buzilar ekan demak. Ribosomal ferment va noferment oqsillar defitsit ham kelib chiqar ekan. Erkin aminokislota va ATF defitsiti kuzatilar ekan demak. Antibiotik, mikrob toksinlari orqali jarayon ingibirlanishi mumkin ekan o'rtoqlar. Ko'ryapsiz bu yerda. Demak, mexanizmlarni barchasini ko'rib chiqdik. Shikastlangan hujayraning himoya kompensator mexanizmlari haqida gaplashib chiqamiz. Hujayra ichi gamestazini tiklashga qaratilgan jarayonlar. Birinchisi, himoya kompensator mexanizmlari. Aktiv transport faollashuvi kuzatiladi. Antioksidant regeneratsiya ham yuzaga keladi. Erkin yog' kislotalarini bog'lash jarayonlari amalga oshadi. Oqsil nuklein kislota va fosfolipid sintezini aktivlanishi
normaga keltirishga qaratilgan jarayonlar ham amalga oshishi kerak. Bularni amalga oshirish uchun hujayrani yetarli energiya bilan ta'minlash kerak. Birinchi navbatda energiya almashinuvi buzilishi, energiya almashinuvi intensivligini oshirishga qaratilgan jarayonlar aerob glikoliz amalga oshirish kerak, ya'ni kislorod berish kerak insonga. Hujayra nafas olishi kerak. Pentoza monofosfat yo'lini ishlatib yuborishimiz kerak. Pentoza monofosfat yo'li haqida ham gaplashganmiz. Geksoza monofosfat yo'li o'rtoqlar, asosiy maqsad NADFH hamda ribosoma hosil qilish u yerda. Riboza. Energiya resurslarini qayta taqsimlanishi ham juda ham muhim. Bu ham hujayra ichki gomeostazini tiklashga qaratilgan jarayonlarga misol bo'lishi mumkin ekan demak. Bundan tashqari hujayrani funksional tinchlantirishga qaratilgan reaksiyalar gomeostazga salbiy ta'sir qiluvchi omilni bartaraf qilish kerak. Birinchi navbatda energiya xarajatini kamaytirish kerak o'rtoqlar, eng muhimlaridan biri. Buning uchun quyidagi jarayonlar bo'lishi kerak. Qanday? Hujayrani prostaglandinlar sintezini beta adrenoretseptorlar va adenilatsiklaza ingibirlanishi kerak. Ya'ni mana bu prostaglandin sinteziga ta'sir ko'rsatuvchi retseptorlarga dorilar yuborishimiz kerak o'rtoqlar, ingibirlab qo'yish uchun. Aytdik, prostaglandin boshlab beradi fosfolipiddan arachidon kislota, undan arachidon kislotadan yallig'lanish mediatorlari hosil bo'lib ketar edi. Aynan mana shu jarayonni bloklab qo'yar edi. Biz bergan dorilar mana shu retseptorlarga ta'sir ko'rsatib, fosfodiesterazalar aktivligini oshirish kerak ekan demak. Adenozin hosil bo'lishini yaxshilasak, kalsiy kanali bloklanadi. Adenozin hosil bo'lishi, kalsiy kanali bloklansa, kalsiylar miqdori biroz bo'lsa-da hujayra ichida kamayadi. Kalsiy ko'rdingiz o'rtoqlar, qaytar hamda qaytmas shikastlanish boshida mana shu kalsiy yotar ekan demak. Kalsiy juda ham dahshatli, kuchli, ko'p jarayonlarga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan o'rtoqlar. Ko'ryapsiz o'rtoqlar, mavzuyimiz biroz og'irroq. To'g'risi, juda tez gapirdim. Mavzu cho'zilib ketmasligini maqsadi, lekin shunda ham cho'zilib ketdi o'rtoqlar. Endi nima deymiz? Hujayra shikastlanishiga birinchi qism, ya'ni kirish qismiga atalgan ma'lumotlarim, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi o'rtoqlar. Keyingi darslarda erkin radikalli shikastlanish, u ham juda ham dahshatli bo'ladi. Gipoksiya ham dahshatli. Ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, hozir xayr o'rtoqlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilm olishdan charchamang.